Assalomu alaykum. Andijondan sizlar. Assalomu alaykum. Andijondamiz aka. Xush kelibmiz biz. Xush keldinglar. Bu yerda 5 oydan berisiz. Albatta. O'rganib ketdingizmi ilonlarga? O'rgandik ilonlar. Bizi soha o'zi sotuvchilik. Aha. Lekin bu yerga kelib bu sohani ham o'zgartirdik, o'rgandik. Green Planet'da vazifalarimiz shu ko'rgan bo'lsalar 4-etajda ko'rshapalar bor. Ularga ham qarab, kinetlarni baxshga yordam beramiz. Bu 3-etajimiz. Ilonlar bo'ladi. Har bir 2 soatda yangi ilon berishadi. Ha, o'ziga olib kelib berishadi, almashtirishadi. 3 xil 4 xil ilonimiz bor. Ularni kinetlarga iloji boricha ushatib, nima desa bo'ladi, experience qildiramiz. Oliy daromadlar ham qoniqarli. Ingliz tilida suvdek gaplasha olasiz. Rus tilida va o'zbek tilida. O'zbek tili, turk tili, keyin xitoy tilida ham Ozmoz bo'ladi. Albatta. Rejada qaysi tillar bor yani? inshaalloh arab tili bu yerda ko'p kerak bo'lyapti. Sharja universiteti talabalari tomonidan ishlab chiqilgan g'oya 2019-yilda mana shunday ko'rinishda qurib bitkazilgan va hozirgi kunga kelib minglab, millionlab insonlarni qabul qilib